Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Z Level Again o'yinini o'ynaymiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videodagi o'yinni o'ynashni boshladim. Xo'p, buning barchasi oddiy. Xo'p, yaxshi. Barchasi oddiy bo'lsa, o'tib olamiz birinchisidan. Xo'p, ko'proq harakat qil. Mayli, ko'proq harakat qilamiz. To'xtachi. Yo'q, bo'lmadi. Kelinglar, ovozni sal ko'taraman sizlar uchun. Do'stlar, siz hoziroq videoga like bosing-da, kanalimga obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoni ko'proq insonlarga yuboring. Agarda kimdir aynan mana shu o'yinni o'ynagan bo'lsa, izohlarda men Z Level Again o'ynaganman deb yozib qoldirishsin. Bilmadim do'stlar, hozir hamma yerni aylanib chiqdim. Bilmadim. Qanday xayolimga kelmadi-ya. Mayli. Нажми на кнопку. Кнопканы bos. Hop. Nimaga bu? Knopka. Mana bu knopkami? Yo'q, bu emas. IQ'yim bilasizlar, Einsteinnikidan ham baland-ku. Orqaga. Nimaga oldinga emas? Orqaga. Mayli, orqaga. Xo'p, o'lgin harakat qilib. Xo'p, mana o'lamiz harakat qilib. Mana o'lamiz harakat qilib. Ana harakat qilib o'ldik yana. Bilmadim. Xo'p. Tushunarli. Voy. Endi tushundim. Do'stlar, bu o'yinni eng qiziq tarafi shu qaytarilaveradi bitta daraja, o'sha o'rin qaytarilaveradi. Biz hammasidan o'tishimiz kerak. Eng qizig'i bir xil bo'lmaydi, ular har xil bo'ladi. Bu o'yin internetda virusli bo'lib ketgan. To'g'rog'i nima degani u? Virusli degani. Tarqalib ketgan juda ham. Shuning uchun ham bugun uni o'ynashga qaror qildim. O'z Minecraft video chiqarmoqchi edim. Xo'p, teginma. Keyingi videoyim xudo xolasa Minecraft bo'ladi va do'stlar, men aynan keyingi haftada sizlarni xursand qilaman va Roblox video olaman. Va aynan mana shu kelayotgan haftada aynan sizlar uchun Schoolboy Runway Dream Liga Soccer 2026 FK Mobile o'yinlarini o'ynayman. Va albatta Minecraft'siz bu ro'yxat bo'lmaydi. Do'stlarim, keyin Telegramda stream ham bo'lib o'tadi. Siz hoziroq Telegram kanalimga obuna bo'ling. Kuchukcha Sherozbek pastkichilikcha Play 1 bo'ldi. Ha do'stlar, u yerda do'stim bilan birga FK Mobile, Brawl Stars va boshqa o'yinlarni o'ynayman. Xo'p, teginma. Teginsam nima bo'ladi? Voy. O'tib ketur. O'tib ketish mumkin shekilli. Yo'q. Xo'p, darajalar va mana. Teginmasdan o'tamiz endi, nima qilamiz? Ovoz chiqyapti, eshityapsizlarmi mana? Sakrashni bosganimda pish qilgan ovoz chiqyapti. Qattiqroq bos. Xo'p, bunaqasi ham. Yo'q. Qattiqroq bos. Balkim bu yerdan chiqib sakradim. Men dahoman do'stlar, daho.
Kavardak. Teskari bo'lib qoldi. Do'stlar. Xo'p. Ozgina, voy. Ha, va o'tdik. Kavardakdan o'tdik. Tezroq. Tushundim. Oson bu. Bemalol o'tib ketamiz endi. Xo'p, boshqaruvni o'zgartirib qo'ydi. Mana. Daho. Xo'p, pauzani bos. Pauzani bosyapman. Hech bola bo'lmayapti-ku. Ana bumi yo'q. Bumi. Balki mana bundaydir. Nargisiga borib ko'ramiz. Kelinglar. Hayt. Ana shunday qilib o'tilar ekan. Yomon ob-havo. Nega hozircha hech qanaqa ta'sir ko'rsatmadi demoqchi edim. Ko'rsatmadi. Juda ham yomon ta'sir emas, lekin o'tdik. Tuk. Bayagidek menimcha. Bak. Bo'ldi, shuni. Nyutonga, Einsteinga dars berganman. Ko'zlaringga ishonma. Ko'zingga ishonma. Menimcha do'stlar, hozir mana bu ko'rsatayotgan devorim menimcha yo'q. Bo'lmasam ko'zlaringga ishonma. Boshqacha tushunish mumkin emas-da hozir buni. Shunaqa ekan. Do'stlar bo'ldi. Xo'p, telekinez ishladi. Telekinez bilaman nimaligini. Xo'p, ishlatdim do'stlar. Mana telekinezni teparoq qilaman. Yo'q. Sal qoldi. Xo'p, sakradi va bu yerdan ham o'tdik do'stlar mana. Xo'p, o'zingni Mario deb o'yla. Mario nima qiladi? Mario sakraydi. Xo'p. Va qayerdandir tanga tushish kerak menimcha. Yo'q, bu yergacha yetmaydi bo'yim. Yo'q, bo'lmadi. Yo'q, eng tepaga chiqamiz, kelinglar. Eng tepaga chiqib ko'ramiz. Yo'q. Bu yo'qmi? Yo'q. Mana. O'tib oldim, do'stlar. Xo'p. Shatkaya dver. Xo'p. Ko'ramiz. Qani? Xo'p. Tushunmadim, lekin tuk qilyapti. Eshik hali ham. Nozik eshik ekan bu. Sakrashlarni ekonom qil. Xo'p. Maksimum 2 ta qildim. Xo'p, xavf. Xavf. Tushunarli. O'tdim. Bo'ldi, hech qanaqa bu yoqda kamchilik yo'q do'stlar. Men dahoman. Biz cho'kyapmiz. Cho'kayotganda odam eng tepaga chiqadi. O yerda mana bu yoqda qanaqadir teshikcha bor. Shu yerdan chiqib ketamizmi? Ko'raylikchi. Yo'q.
Hop. İyi. Vay. Ha, endi tushundim o. Menimcha so'z deb yozishimiz kerak. Yordam deb yozishimiz kerak. Morze alifbosi shekilli bu. Ha, men bilaman qanaqa yozilishini. 1 2 3 2 3 yana 1 2 3. Ha do'stlar, bilarkanman. Hop, oy. Oy. Gravitatsiya. Uy. Sal qol. D. Vah. O'tdim. Gravitatsiya bilan o'ynashib ko'r. Oson. Hop. Bunaqasiga va o'tdim. Shunchaki unut va taslim bo'l. Nimaga unutaman men? Unutishga haqqim yo'q. Yo'q do'stlar. Do'stlar, 23-darajaga umuman yechim topa olmadim. Voy. Do'stlar, hozir rostdan taslim bo'lganidim. 23-darajani sizlarga shunchaki ko'rsatmoqchi edim. 24-daraja ochilibdi, buni qaranglar. Xo'p. Bibliotekadagidek. Bibliotekada nima bo'ladi? Jimlik bo'ladi. Demak, sakrashni bosmayman hozir men. Yo'q. Baribir shovqin. Tushundim. Topmanmi do'stlar? Men dahoman. Daho. Xo'p, yana chiqarib qo'yaveramiz ovozini. Oy va bitta sakrash. Voy. O'xshamadi. Xo'p. O'lamiz shunchaki, kelinglar. Xo'p, oy va bitta sakrash. Yo'q! Do'stlar, endi bunisidan o'tamayman. Tan olish ham mardlik, balki ochilib qolgan. Bunisidan o'tamasdim, to'g'risini aytaman. Do'stlar, agarda sizga video yoqqan bo'lsa, hoziroq like bosib, kanalimga obuna bo'ling, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Meni qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Afsuski, so'nggi videolarimda unchalik ko'p natija qayd eta olmayapmiz. Lekin mayli, Xudoga shukr. Endi oxirgi videolarimda deganim imperializmni olgan edim. O'shanda yaxshi natija bo'lmadi, lekin ko'ramiz do'stlar. Baribir meni qo'llab-quvvatlanglar. YouTube kanali yopilmaydi. Davom etamiz, olg'a bosamiz va balkim mashhur bir gamer bo'lib ketarmiz, balkim bloger bo'lib ketarmiz. Xo'p, shorts videolarimni ham ko'ringlar do'stlar. U yerda ham qiziqarli gollarni joylayapman men. Va endi Minecraftdan live hacklarni ham olib sizlarga ko'rsataman. Do'stlarim, doim sog' salomat bo'linglar. Barchangizni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarimda qaysi o'yinlarni o'ynay? Mana shu haftada keyingi haftada to'g'rirog'i qaysi o'yin bilan boshlay keyingi haftani? Barchasini izohlarda yozib qoldiring. Xayr do'stlar, doimo sog' salomat.